Ana bugun Sariqo'rg'onga tushdik. Kabob qilgani. Ana Shavkatjon o'rtog'imiz bir qo'lbola qilib beray o'zimiz. O'zi bari qassoblar qo'lbola kabob qilib beraman deydi. Ana Elak kabobimiz. suvjidek kamayib qoldi. Ammo zo'r mazza qilib tushib olib cho'milyapmiz. Tarvuz bilan suvlarimiz yotibdi suvda. Ana kabobga o'tni qo'ydik. Hamma yo'q setkada turibdi. Setkada turgan joyda uryapmiz biz hozir. Qasillatib. Ana men. Ana o'tni qarang. Ajoyib kabob bo'ladi. Pahlavon akam, mezbon, uyda egalari. 20 yillik akaxonim. Ana chorvoqda qarang endi bu yerda. Bunaqa. Har kim ham kira olmaydi bu yerga. Shunaqa. Bugun bir Ikromjon do'stimiz Rossiyadan kelgandi, 3 yil deganda. Mehmon qilyapmiz-da. Mehmonni ishlatib. Ana shunaqa gaplar.